O'zbekistonning shov-shuvli g'alabasiga qanday munosabat bo'ldi? Qatar maydonlarida davom etayotgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar ishtirokidagi Jahon chempionatining navbatdagi kunidan yana 8 ta 3-tur o'yinlari bo'lib o'tdi. Mundialda Osiyo sharafini himoya qilayotgan 3 ta mamlakat terma jamoalari o'z kvartetlaridagi oxirgi o'yinlarni o'tkazdi. Ular orasida qit'a chempioni O'zbekiston g'alaba qozongan yagona terma jamoa bo'ldi. Osiyo jamoalaridan Saudiya Arabistoni futbolchilari Maliga, Tojikiston terma jamoasi Burkina Faso vakillariga bir xil 0-2 hisobida yutqazib qo'ydi. Islom Ismoilov shogirdlari J guruhidagi yakuniy uchrashuvni Panama terma jamoasiga qarshi o'tkazib, 6-1 hisobida zafar quchdi. Osiyo futbol konfederatsiyasi rasmiy sayti orqali o'zbek futbolchilarining shov-shuvli g'alabasiga o'z munosabatini bildirdi. O'zbekiston futbolchilari Qatar mezbonlik qilayotgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatining play-off bosqichiga ishonchli tarzda yo'l oldi. Yorqin o'yin namoyish qilgan o'zbeklar J kvartetida oxirgi bahsda Panama futbolchilari ustidan 6-1 hisobida zafar quchdi. Birinchi bo'limdagi ancha bo'sh o'yindan keyin Osiyo Kubogi sohiblari uchrashuvning ikkinchi yarmida 6 ta to'p kiritdi va Irlandiyadan 1 ochko kam jamg'argan holda o'z guruhida ikkinchi o'rinni egalladi. Agar Panama futbolchilari birinchi bo'limda belgilangan penaltidan unumli foydalanganida, hammasi ular uchun boshqacha yakunlanishi mumkin edi. Ammo Estevez Lopesning 11 metrlik belgilangan yo'llagan zarbasini darvozabon Ibrohim Shokirov mahorat bilan qaytardi. Bunga javoban O'zbekiston ikkinchi bo'limning 3-daqiqasida Abubakir Shukurlayevning aniq zarbasi evaziga raqib darvozasini ishg'ol qilib, hisobni ochishni uddaladi. Keyin bahs oxiriga qadar Sadriddin Hasanov, Sayfiddin Sodiqov, Jamshidbek Rustamov va Asilbek Aliyev bittadan to'p kiritdi. Oxirgi bo'lib Abdusamad Saidov penaltini samarali bajarib, 6-golni urdi. O'yindagi to'xtalishlar uchun qo'shib berilgan vaqtning 10-daqiqasida Josef Pacheka yagona javob to'pini kiritdi, deb yozmoqda dafk.com sayti. Guruhdagi ikkinchi uchrashuvda Irlandiya Respublikasi vakillari Paragvay bilan golsiz durang qayd etib peshqadamlik mavqeini saqlab qoldi. Ismoilov U17 terma jamoamiz futbolchilarining legionerga aylanish ehtimoli haqida gapirdi. 3-o'rindagi terma jamoalar qatorida play-offga olib chiqdi. O'zbekiston U17 terma jamoasi jahon chempionati bosh sovrini uchun fikrlari bilan davom ettiradigan bo'ldi. Futbolchilarni skautlar kuzatmoqda. Ayniqsa Hakimov, Erimbekov va Sodiqovlar guruhida ikkinchi o'rinni egallagan Xorvatiya terma jamoasi bilan aylanish ehtimoli qay darajada? O'yinlarda futbolchilarimizga muvaffaqiyat tilaymiz. Ularni kuzatish juda quvonarli. Umid qilamizki, bu faqat